Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon kardeşler. Tüzdüşkü tegişlik illetler namlıq programımızdan yeni sahne arqalıq sizler bilen yeniz görüştük. Programımızdan aziz mühmine Şarkı Türkistan Ulemalar Birlik Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damollam. Damollam programımıza hoş geldin. Allah razı olsun. Riyasetçi ben Abdullahat Ucat. Hürmetlik kardeşler. Bugünkü programımızda mesuliyetsizlik illeti hakkında toxtulup ötemiz. Programımızı birinci sualdan başlasak. Ömer Damollam bu ulemalarınki düşündürüşüce mesuliyetsizlik degen neme? Bu haqda kıskaça malumat berseler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en-nebiyyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu dinninki ne kadar ağır bir mesuliyet ikenligini bizning Peygamberi ve bizning Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bayan kılıp Kur'an-ı Kerim'nin ne kadar büyük katta bir mesuliyet ikenligini bayan kılıp inna sanulqi aleyke qawlan thaqila. Biz sana naiti mesuliyeti ağır boğan bir kitap ne? Yani Kur'an-ı Kerim'ni sana nazil kılımız, sana düşürümüz diyen. Ve şundakla yanı bir ayette inna aradnal emanete alis semavati vel ardı vel cibal fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalahal insan innehu kana zalumen cehula. Biz muş dindin ibaret bu büyük amanetni asman zımınğa, tağlağa, taşlağa tanıdık. Sila bunu kubul kılam sila dedik. Lekin bula onu kubul kılanmadı. Yani bunu kubul kılıp mesuliyetinin çıkışka olanın küzü yetmedi. Bula onu kubul kılanmadı. İnsan çoğu kubul kıldı degen. Yani demekçi boğunumuz nime o dese bu din, bu dinde meniş, bu dinin buyruklarını icra kılış, çekilgen işlerden yeniş, yaramlık bir yaxşı Müslüman buluş, öz halkıga ve özünün ümmetiga menfaat yetkizaleydigan bir insan buluştan ibaret bu mesuliyet, nayeti ağır mesuliyet, güçlük bir mesuliyet. Bunun qattiq iradilik adam bolmasa özüstüge alanmaydigan yoki ağan taqdirdimu vapa qılanmaydigan bir mesuliyet. Şunun için dinimizde Allah subhanahu ve taala bu mesuliyetni özüstüge algandan keyin bununla çıdaşqı buyurgan, çıdığanninki mukafatınınki ne kadar yuqori ekanligini bayon qilgan, nayet muhim bo'lgan bir iş. Bu yerda alimlerimiz şunun için mesuliyetsizlik degen nima o dese, bu mesuliyetsizlik degen bir Müslüman Allah aldıda üzbägen va'dilerde turanmaslıqı, öz gədiniga algan mesuliyette kemçillik sadır qilish yoki bo'lmasa Allah subhanahu ve taolaga yaqinlashtiradigan ibadetlarni qilishdi bo'lsin. Özünün Farvaydigarının Allah ekanligi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberligiga bo'lgan ishonch ve muhabbeti bo'lsin. Allah subhanahu ve taola'nın dinini üstün qilish, şu arqaliq musulmonlarni üstün qilishdan ibaret bu mesuliyeti bo'lsin. Muşu bir musulmonninki va'da qilgan ahdis nimalardan ibaret desa, mush yuqorqilardan ibaret endi. Men ibadatni joyida qilaman, Allohning rasulini rozi qilaman ve Allah subhanahu ve taola'nın dinini üstün qilish uchun, musulmonlarninki ozodligi, ustunligi uchun xizmat qilaman deb qilgan va'da. Mush qilgan va'dalarda beparvolik yoki har xil sababdan va'dasiz turanmaslikni, bu va'dani to'liq ijro qilishga tirishmaslikning o'zini olimlarimiz nima degan desa, mana bu mas'uliyetsizlik deb qaragan. Xo'sh, rahmat. İkinci savolga o'tsak, ustoz. Endi bu mas'uliyatsiz kishilarda tepiladigan sifatlar qaysi yoki
Biz hem kısa çıkıp etkinlik çalıştı. Kandak adam ne mesela? Bu mesuliyetsiz adam diyelim. Bu vakti bir. Her kandak bir adam özününki mesuliyetsiz ikenligini yoki o'zida mesuliyetsizlikdan iborat bu illatning bağlığını bölay. Men bir üzümni tekshirib baqay. Üzüm bir jing'isab baqay degan adam bir necha turlik o'zi tepildigan alomatlarga qarasa har qanday adam bilalaydi. Bunun eng birinchisi nima o desa, eng birinchisi gap qilgan vaqtda, va'da qilgan vaqtda beparvolik bilan qalaymiqan gap qilish. Yani insan o'zining eg'zini kontrol qilolmaslik. Biz shunda hayotimiz qaraydigan bo'lsak, mayli oilada, mayli tashkilotda, mayli jamiyatda nurg'un xafalık, nurg'un musibat, nurg'un ziddiyat, nurg'un urush talash tortishlar nereden kelib chiqadi desa, bir insonning o'zining eg'zini kontrol qilolmaganligidan, gap so'zningki qanday chiqayotganligiga qaramasligidan, eg'zini xuddi hech qanday bir to'sanchisi yo'q narsa reklam qo'yib etganlikdan har qanday vaqtda buningdan nurg'un xafalık kelib chiqadi. Her qanday insan o'zining eg'zini kontrol qilolmaydi ekan, o'zining oilasida bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, o'zining do'stlari bilan bo'lsin, shirkatda bo'lsin, qanday yerda eg'zini kontrol qilolmay xafalık qildi ekan, nurg'un ziddiyatlarning kelib chiqishiga sababchi bo'ldi ekan, menda shu mas'uliyetsizlikdan iborat bir illat menda bor ekan deb tunus bo'ldi. Chunki har bir so'z insonning og'zidan chiqqan bir mas'uliyat igisi bo'lgan adamның ağzından çıkan söz bilen adette beparvo adamның ağzından çıkan sözün çoğu alahida asman zaman fark var. Şun bizning xalqda bir maqal temsil nim deymez dese, ağzından çıkan söz xuddi bu o'q o'xshaydi. Chiqib ketgandan keyin buni yandıruvağını bo'lmaydi degan gap shu yerdan kelgan. Şun Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem haqiqiy mu'minning sifatini bayon qilib, haqiqiy mu'min qanday adam desa, o'zining eg'zidan chiqqan gapninki qanday chiqqanligiga diqqat qila oladigan, o'zining og'zini kontrol qila oladigan odamni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu jannat kirdigan odam. Yani amsik alayka lisanak. Sen o'zingning tilingni boshqagan va avratingni haromdan cho boshqasang jannat kirsan degan. Muaz radhiyallohu anhuning hadisida insonlarni birdan bir eng muhim davzaqqa tashlashga, davzaqqa kirishga sababchi bo'lgan narsa nima desa, eg'zi degan. Ya'ni eg'zdan chiqqan gap so'zlar degan. Shuning uchun bu birinchi illat bu. Ikkinchisi tekshirmasdan har xil hodisa bo'ldi, ish yuz berdi, masalan, tekshirmasdan yakun chiqarib o'tish. Bu mu cemiyetimizde acayip jiq yuz berdigan. Bir adam bir gapni qildi, ya bir gapni biz suxanchining biz yotkab akeldi. Shuni o'ylanlamcho desa, bu rost gapmi, yolg'on gapmi? Buni hech qanday tekshirmasdan voy paloni men an debdi, ya pustani man debdi deb nurg'un jidallar jamiyatda, oilada kelib chiqadi. Shuning uchun dinimiz har qanday vaqtda bir gapni anglasa, bu gapni anglagan odamningki bu gapning rost yolg'onligini tekshirishga alohida tashabbus qilgan. Ya'ni bir adam boshqalarga hukm chiqarishda yoki bir gapga anglagan gapga ham ishondigan shundaq illat bo'lib qolsa desa, bu adam menda shu mas'uliyatsizlik illati bor ekan degan. Payg'ambarimiz kafa bil mar'i isman ay yusaddiqa kullu ma sami'a. Ya'ni bir insonga nisbatan eng yetarli gunoh anglagan gapning hammasini tasdiqlash. Hamma gap rost gap deb o'ylash. Xususan nimada desa bu yaman gapda. Yani insanın o'zaro düşmanlik sebepçi bo'lgan bundaq ishlarda anglagan gapga ishonmaslik lozim. Yaxshi gapda ishonsa bo'ladi. Yani bir rivayette anglaganning hamini so'zlashda ambam. Ha, ayyu hadisa bi kulli ma sami'a. Yani bu moy mazmun tarafdan o'xshash hamda. Anglaganga ishongandan keyin nima deydi desa, voy paloni men an debdim, deb buni so'zlaydi. So'zlab onundan keyin nimaga sababchi bo'ldi desa, xafalıqqa, ziddiyatga sababchi bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda fatabayyanu. Sizlar bir gapni anglasanglar, buning rost yolg'onligini tekshirib baqinglar. Deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tekshirishga alohida buyurgan. Uchinchisi jidallashib qolgan vaqtda
naytı çekidin eşip ağzını buzup qalaymagan jidelleşiş. Bu münafıqның sübütü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıqның sübütlerinden töz sübütünü bayan qılıp şununda bir qaysı dese jidelleşken vaqt ço dese nayt qalaymagan ağız buzup jidelleşiş. Her qandaq bir insanın kiçikinen bir talaştatı olsa ağız buzduğan özünün qarindişiga ya ailesiga ve özününki cemiyetteki başka qarinda halkıga ağız buzup qalaymagan tillaydigan bolsa bir adam mende ma illet bakan. Men üzem tekşürsem buldu iken, bunundan qutulsam buldu iken degan yagi kelişi lazım. Bu alahide bu meslekçi dikkat qilish lazım. To'rtinchisi muhim bir nokta. Her qandaq vaqtda quruq gapga ishonishimdi. Bu mu nurgun aile buzurdu, quruq gapga ishonib, nurgun do'stlar ara munosabat buzurdu. Nurgun xapiliq mesela torulda nurgun ziddiyatlar kelip çıkıvatır hazır. Nurgunu köpinç halatda ilgisi yok adamlar. Yani halk bilmeydiği adamlar. Kimligini okumaydı. Malum isimlerini koydu. Kimligi aniq emas. Adamlarning gapiga asli insanlar ishonmaslik lazım. Onun için köpinç halatda beparvolik bilan yani kar olmasligi lazım. Kimligi va adam bo'lsa bir gap qilsa, ma gap qanday bo'ldi deb uni tekshirish lazım. Ya raddiya berish tegishli gap bo'lsa raddiya berish lazım. Lekin kimligi aniq bo'lmagan, qo'rq gap taqitayotgan, bularni ziddiyatga sababchi bo'ldigan masalalarda ashunda qo'rq gap taqatganlar uchun quloq solmaslik lazım. Quloq solishning o'zi bu gapga ishonib qolishning o'zi keyin oxirsida nurg'un xafliqlarga elib bordi. Beşincisi ailede beparvo bo'lish. Yani bir insanın o'zining bolalari bilan kar olmasligi, o'zining ayoli bilan kar olmasligi, xususan bugunkidek mushu jamiyatda inson o'zining bolalariga alohida ko'ngil bo'lmasa, diqqat qilmasa, bolalar yo'ldan chiqib ketadigan, har xil qalaymagan yo'llarga ko'nab qoladigan ya egishib qoladigan mushundaq bir vaziyatda men mayli pul tepish bilan bo'lsin, mayli qandaq sabab bilan bo'lsin, bolalar bilan kar olmaslikning o'zi acayip xatarlik ahval. Biz şu cemiyetini küzdüş, cemiyet buzulup ketayotgan nurgun ballarınki asaslık buzuluştaki sebepinin nima ekanligini tekshirsak, nima bo'lib chiqyapti desa, ailede o balla bilan kar olmaslik yoki bo'lmasa kar bo'lgan taqdirdami o balla bilan bo'lgan munosabatni to'g'ri bir taraf qilinmaslikdan ham shuna bilan qo'shib ailedagi jizdal majradan. Yani balla bilan kar olmaslik ya balının buzuluşiga sababchi bo'lgan bir illat nima desa, er ayol ikkisininki ballarning oldida tul jidal qilishi. Tul jidal qilgandan keyin bundaq jidal qurmaydigan oilada cho'ng bo'lgan bala cho'qim oilasini, o'zining ota-onasini birdan bir sirdishi degan asosda muomala qilinmay, chunki ulardan qo'rqib, shuna bilan jamiyatda buzuq qalaymagan odamlarni balla bilan do'stlashib, ularni sirdash tutib, ezib ketirgan ish uchun mushadin kelib chiqyapti. Şunun için her qandaq bir adam ailede aşında qalaymagan urush jidal tul bo'lsa, er ayol o'tirisida mende mas'uliyetsizlik var ekan. Chunki balalarning sog'lom yetilishiga ta'sir etadi. Bir oilaga Allohning barakatining yig'ishiga ta'sir etadi. Nurg'un ishlarga ta'sir etadi er ayol o'tirisida xafaliq. Shuning uchun er ayol bilan jidal qildigan mayli qaysi taraf sabab bo'lsin, bundaq adam mucho desa, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, bizde muş mas'uliyetsizlik illeti varken, ma ballarımızın, yüzümüzün, ailemizdeki baxt saadetini biz muşundak qılıp çoğu kurtu dikenimiz, yoktu dikenimiz dep tunuş lazım ve bu illetini tüzütüş lazım. Yani bir muhim muş noktada umumi edep ahlakka ruayı kılmaslık, yani ailede olsun, cemiyette olsun, Müslümanlığın ki Uygurların nurgun meselelerde edep ahlakları var. Ma'lum işler edepsizlik deb qaraydigan, ma'lum işler bu edeplik, axloqlik kishilarning qiladigan ishi deb qaraydigan mushundaq nuqtalar va bu masalalarga mas'uliyetsizlik bilan muomala qilishning o'zi, beparvolik bilan muomala qilishning o'zi desa, mush mas'uliyetsizlikdan iborat bu illatning shu insonda tepilib qolganligininki bir alomati deyishga bo'ladi. Shuning uchun alohida çoğu desa adab axloqqa rioya qildigan oila o'zi rioya qilsa ballarni cho'qim rioya qiladi, cho'nglar rioya qilsa kichiklarni cho'qim shularga ergishishga tirishadi. Shu bu masalalarga alohida diqqat qilish lozim. Yana bir mas'uliyetsizlikka elib boradigan muhim bir illat nima desa, mushu
Mesuliyetsiz süpetli. Mesuliyetsizlik tepilgan adamlarda tepilgan alamet nima dese bu şu dünya hayatı yoki fitne musibet xafalık bo'lgan vaqtda mustahkam to'g'ri yo'lda turanmaslik. Bu mu yaman alametlarning biri. Ya'ni dunyoninki qiziqtirishi oldida o'zini kontrol qilolmaslik. Bu mu bugungi kunda bizning xalqimiz ichida alohida yuz berayotgan azg'in pulni deb nurg'un o'zining aqidasi, o'zining qarindoshligi, o'zining do'stlari mushularning ziniga ish qildigan, mayli munofiqlik qilishning illati, o'z xalqining ziyo yetkazishning illati, hozir chet elda turibmi, yana shu zolimning chapinini ko'tarishninki yoki shuning xizmat qilishga asosiy sababchi bo'layotgan narsa nima desa, dunyoga bo'lgan muhabbat. Azg'in pulga bo'lgan o'zining iymoniy vijdonini setishdan iborat bu masala. Shuning uchun har qanday bir odam chuqum azg'in pulga ashundoq dushmanga setilayotgan yoki shu dushmanga xizmat qilayotgan, o'zining qarindoshlari, o'zining xalqiga ziyo yetkazayotgan bo'lsa, bundaq inson mucho desam, menda ig'ir mas'uliyatsizlik bor ekan deb buni tunishi lozim, chuqum bu yo'ldan yenish lozim. Inson hayotlan bo'ldi ekan, tavbining ishga to'g'ri yo'lga qaytishning yo'li etilib qolmaydi. Shuni har qanday azg'in dunyoni deb yoki azg'in xafalık chidayanmay, sabr qilanmay, bu shundoq o'zining millati, o'zining dini, o'zining xalqining ziniga ish qilayotganlar cho desa, chuqum jini o'zining badanida bor vaqtda, ya'ni hayot vaqtida bu yo'ldan yenish qitirish lozim, tavba qilish lozim. Musulmonlar sipiga, o'z xalqining sipiga qaytish lozim. Dushman bilan bo'lgan munosabatini chuqum kesish lozim. Bu bir mas'uliyatlik insonning qilishga tegishli ishi. Bundan boshqa olimlarimiz yana nurg'un sifatlarni bayon qilgan, lekin muhimlari shu yuqoridagilar deb qarasak bo'ladi. Shu yuqoridagi illatlarni inson tuztalab qolsa, tepilganlar, chuqum bu inson, bu musulmon bir yaxshi yaramliq, bir mas'uliyatchan musulmon bo'la oladi. Rahmatdan vallam yuqorida sizlar bu mas'uliyatsizlik tepiladigan, bu sifat tepiladigan kishida yuqoridagi so'zlarga asosan 5 nuqtaga yig'inchiqlagan bo'ladi. Birinchisi, masalan, insonninki o'zi bilan Alloh o'tirisidagi munosabatda, ya'ni ibodatda Xudoga bo'lgan o'zining mas'uliyatlarida buni mas'uliyatchan bo'lish. Xo'sh. İkincisi, masalan, gap so'zda mas'uliyatchan bo'lish. Undan keyin kishilik munosabatda, ijtimoiy aloqada bo'lgan nimalarda bunda mas'uliyatchan bo'lish. Dördüncüsü aile içinde mesuliyetçen buluş. Müştaq mesuliyetçen bolmagan vaqtida undan keyin mesuliyetsiz kishi qatorida kelib qolgan bo'ldilar. Menimki kallam kelgan bir savol hamda. Masalan, ba'zi insonlar shu yuqoridagi ishlarga amal qilgan, e'tiqod qilgan holatda turib, masalan, o'zininki shaxsiyatini itildirish, mesela ilim yürüyüşteyimiz, pul tepişteyimiz ya ki bazı insanga lazım olduğun şu dünyalık bazı işler var. Şunda işlerimiz sel qaraydigan, vaqtida ishni ijro qilmaydigan. Davomli ishni keyinga kechiktirib, oxirida beshig'i ba'zi balalar patlab chiqadigan bir ahvollar bo'ldi. Bu mu shuningki ichiga kirdi deb. Albatta inson Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadisda فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ deb bir hadis var. Nima degan gap desa, birga men maishni qilmagan bo'lsam, maish bo'ladi deb o'tib ketgan ishlarga cho desa, pushmon qilishni ifodalasa. Yana birga cho desa, yana bir hadisda ishni bunda tasvif deydi ona, kechiktirish. Ya'ni vaqtini kechiktirish. Men keyin qilaman, falon vaqt qilaman, at qilaman, o'gin qilaman deb o'zini mayli ilmiy tarafdan, mayli ma'lum hunar kasb tarafdan, mayli hayotlik ishlarda bo'lsin, har tarafdan o'zini yetishtirishga biroz kuch chiqarmay, buningga bir tirishchanlik qilmay, behuda ashundaq hayotni o'tkazdiganlarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlagan. Shuning uchun har qanday bir inson bugungi kunda bo'libmi, mayli bu dunyoda yaxshi yashash uchun bo'lsin, masalan, mayli o'zining haq-huquqlarini qo'lga olish uchun bo'lsin,
meyli ailesini yaxshi her taraftan yaxshi tarbiyalab, yaxshi halini xabar edish maqsadidir bo'lsin. O'zining her tarafdan saviyasini oshirishga ehtiyojliq. Buning uchun cho'qim sal qarmaslik kerak. Meyli hüner kasbda olsun, meyli ticaretde olsun, bakaçılık için çokum hazır eyleş lazım. Yani çokum baka uyan olturap, yürep, aşkanda olturap ya çaykanda olturap, dokdokladı, paransalıp olturap, hiç çıkınmay, onun keyin andan manda kıyınçılık var, onda kıyınçılık var deb yürüşten, ya ki yüzünü har kılıştan insan hazır eyleş lazım. Çokum bir insan baka turup kalıştın hazır eyleş lazım. Baka turuşunun üzeri şeytanınki bu adamın az duruşuk sebepçi olurdu, illet olurdu birinci olap. Çünkü baka olgandan keyin o adam nemiş kılışını bilenmey, şu sebepten mümkün şeytan az duruşuna olan doğru yolunu mezip bitirga iş çıkıyor. Bu her halda Kur'an-ı Kerim her kandak vakitte ve kur Rabbi zidni ilma diyenemdir. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala peygamberimizne hiç kandak bir nesini uşuk verişini talep kılışkı buyurmagan. Dünyanın manda be ya ki mal dünyanın manda be ya hiç kandak bunda talep yok. Fakat ilim kılamçı odiyse tekimi uşuk verişini talep kılışkı buyurgan. Yani mendin ilminin ziyade buluşunu talep kıl dep Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurgan peygamberimizne. Biz şu peygamberinin ümmeti. Onda boğandikin bu yerdeki ilim muş hayatninki güllenişi üçün meyli insanın imani taraftan olsun, ahlaki taraftan olsun, hayatlığının gülleniş üçün her taraftan ilim lazım hem de. Yani dünya ve ahiretlik bak saadatının açıkçası ilimde. İlim. Muş ilimne her taraftan qaysi ilim olsa bunu aşırışqa, tırışçallık kılış her bir mümininki kılışık tegişlik mecburiyeti, mesuliyeti. Allah razı olsun. Ben de bu şu insanlık mesuliyetsiz ya ki bir parva bulup kılışka ilip verdiğin amırlar karşısında şunda bulup kalıdı bu insan mesela. Yukarıda bir neçe amilinin süpetini bayan kıldık. Bu süpetler tepilga adamlar kandık adam deyse şu mesuliyetsiz adamlar. Yani özünün mesuliyetsiz ikenligini tunüvelişqa alahide alamet bulduğun süpetler. Hazır sizin sorganları nima deyse bu muşundak illetki insanın giriptar bolup kalışı da nim sebepçi boludu deyse en birinci olap bunun sebepçi bulduğun neyse insanınki muş dünya kiliştiki Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın gayi maksud nimo bunu bilmeslik yaptı. En birinci olap yüzünün yaratılış maksadını bilmegenden keyin xuddi o'zini bu dunyoga bakaga, bihuda kep qolgandek his qilganligi uchun cho desa, shunga andin mas'uliyetsizliklar kelib chiqadi. Allah Qur'oni Karimda shunga bal kazzabu ma lam yuhitu bi ilmi. Bular alqa o'zi bilmagan narsa bo'lg'achqa, o'zi bilmagan narsani yolg'onga chiqadi deb mushriklarni shu aytmoq sifatlagan. İnsan bir narsani bilmaslikning o'zi oxirisida onu düşmanlık kılışqa elip bardı. Şu Araplarning bir gipi var. İnsan bilmegen narsinin düşmanı deydi. Salaflarning gipi. Yani bilmegen narsinin düşmanı deganlikning o'zi, yani bu dünyada insanın Allah Subhanahu wa Ta'ala ve ma halaqtul jinna vel insa illa liya'budun. Birdan bir mushg'ayni belgiledi. Yani insan bilen jinni men ibadet kılış üçün, Allah'ın bir ve barlığını biliş üçün şu zatqa ibadet kılış üçün yarattım dedi. Bu en büyük gayemdi. Bu dünyadaki bütün küreşlerinki hemmesi hak olan batıl oturusdu ki muş gayini vücutqa çıkırış ya ki muş gayiga tusancı bulaş üçün yüz berdi. Birinci olap insan bu gayini bilmegenden keyin şunun bilen yani nadan bo'lgandan keyin bu haqiqatni unutib qolgan vaqtda yuqorqidek mas'uliyetsizlik kesiliga giribdor bo'ladi. Şu Allah Qur'oni Karimda en birinci qatim tushgan surada mush g'ayni insonni unutib qolmasligi uchun nima buyurgan desa, iqra deb o'qishga buyurgan. Iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram allazi allama bil qalam. Allamel insana ma lam ya'lam degan mushbash oyatda insonning şu büyük g'ayni unutib qolmasligi uchun eng birinchi qilish tegishli ishi nima desa o'qish.
Yani bir ayette bu fa'lem ennehu la ilahe illallah. Sur Ali İmran'da Allah'ınki bir ve barlığı, birden bir ibadet kılışık layık zat ikenligini bilgin degan. Ondan vestagfir li zembik. Allah'ını bülpülap çoğu dese, ondan onun dekin Allah'a istigfar etkin. Şu İmam Bukhari muş ayetinin tefsirini kıygan vakitte el-ilmu qabla'l amel. Yani bülüşünün üzeri amel kılıştın burun buruş lazım degan. Bu birinci illet. Yani insan yüzünün yaratılış gayesini bilmezdik. İkincisi, bu kesel giriptar bulaşına, ikinci illet nimo dese, bir insanınki aşındak mesuliyetsiz kişiler bilen aralışıp yaşşı. Nerede keçivaz şu yerde uxlap kaldığan, işi yok, bika talep, muşundak adamlar bilen dostlaşıp, muşundak adamlar bilen badikaldı kılıp, muşundak adamlar bilen aralışıp yürüp, çoğu olsa bir insan yaşsa, çoğun bu insan mı çoğu, mesuliyetsiz olurdu. Hiç nesini tanımaydıgan bulurdu. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nime degen dese, sizler kim bilen dosulap aralışıp ütüsüler bunun karanla. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ. Kim bilen dostlaşır bunun karab ukup dostlaşsın. Dep alahide dostallaşık buyurgan. Yani bir hadis diyor ise bu dostun ne kadar tesir kıldığanlığını o insanga. Arlaşkan adamın ne kadar tesir kıldığanlığını bir tümiçilik kıldığan adam bilen etir satırgan adamga okşatkan. Yani etir satkan adamın dükkanına kirsiniz, uyadın hoş bırakın alısız. Etirini sükep koydu. Tümiçinin yanına kirsiniz şu dese, ya ki ses bırakını puraysız, ya ki kiyiminiz şu otçaşırap küyep karıdı degen. Demek bu söhbetdaşlıkның hayatta acayip tesiri var. Şunun için bulup mu cemiyet kişiler egişidigan, hürmetleydigan, çoğunduludigan kişiler çok alahide dikkat kılış lazım. Yani başkalar egişidiganlar çoğun bek dikkat kılış lazım. Şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kandak bir adam bir yaxşı işini kıysa, yaxşı işini yol koysa, bunu kim egesse şu egeşkenlerin mükafat savabı çoğu şu adam gün bulap durdu. Ağılığın buludu kıyğallağa, yol başlap koyğallağın buludu. Yaman iş kılğallağı çoğu dese, yaman işini peyda kıyğallağa, yaman işinin günahı olsa, kıyğallağının günahı çoğu ulağın bulap durdu diyen. Hususen yani başkalar egişidigan, çoğun bulduğun adamlar Allah'a dikkat kılış lazım. Şu Kur'an-ı Kerim'de ya nisa'en nebiyyi lestunne ke ahadim minen nisa' de bir ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayallarının ne kadar nemunilik ayallar ikenligi, başka ayallar bulağı egişidigan ayallar boğallık için Allah'ın diyen ise men ye'ti minkunne bi fahişetin mubeyyineti yudâif lehul azâbu du'afayn. Sizin işinizden iyi Peygamberinin ayalları. Kim hata iş kıysa, münker iş kıysa, bunun cezası hesselep bulup gidiyor. Yaxşı kıysa, yaxşı kıyganın cezası mı hesselep bulup gidiyor. Dep Allah subhanahu ve taala alahide bu cemiyet kişiler aralışıdığan adamlarınki kişilerge tesir körüstürgen adamların alahide dikkat kılışıga bu ayetin çoğu nemunu kılış bir yol çırığı kılış için bu ayetin düşügen. Şunun için arlaşkan adamlar igizpe sopqasa qalaymuqan bolsa her qanday adam üçün tesir qilib mesuliyetsizlik kesiliga giriptar bo'lib qoladi. Şunun için her kandak bir mümin Peygamberimiz huddi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste men da'a ila huden kana lehu minel ecri misle ucuri men tabi'ahu. Kandak bir adam yaxşı yolga çaqasa bu yaxşı yolga ergeşken kişilerinki mükafat qanchalik bo'lgan bo'lsa chaqagan adam gün bulap turdu. Yaman yolga çaqası şu, yaman yolga çaqaganlığımı hem cinayet mi, günah mı şu aşındak bulap turdu. Yani üçüncü en yaman insan dikkat kılışık tegişlik bir kisel nimo desem, bundan mesuliyetsiz bolup kalışık sebepçi bulduğun umumi insandaki, mümindeki imanın acizleşip gidişi. Biz ehl-i sünnet vel cemaat'ın itikadımızda iman acizlaydı. Günahın sebebi ölen, aşudu niminin sebebi ölen, taatının sebebi ölen. Şunun için her kandak bir insan
mas'uliyatsiz bo'lib qolgan vaqtda har xil qalayimqon gap qildi ekan, qalayimqon ish qildi ekan, toat ibodatda beparvolik qilgan ekan, masalan, suslik qilgan ekan, mushunda illatlar topilgan vaqtda chuqum o'zining iymonini alohida tekshirib baqish lozim. Men zodi iymonda nada hozir mening ahvolim deb buni tekshirmagan vaqtda nurg'uncha xafalık kelib chiqadi. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adette nurgu vaqtda imanni yengilab turishqa sahabelarni cho buyurdi. İmanını yengilab. Qanday yenglaymiz ya Rasulullah desa la ilahe illallah Muhammad deyish orqali yenglab turinglar. Sahabelarmi voy bir makinanglar birdam imonimizni yengilab oldi deyishdi o'zaro birsi-birsiga. Nima uchun desa bu iman chuqum inson har doim alohida uyg'oq jonliq turishqa inson tirishchanlik qilishga tegishlik muhim bir omil. Qachoniki iymon qalbda jonliq bo'lsa, chuqum bu inson har qanday bir gunoh ma'siyat, har qanday bir xatolikdan Allohning kuzatib turishi, bo'lib turishi, yezib turishi, hisob berishi, mushuning hammasi yodir bo'lsa, buni eslab turishi, nurg'un xatolikdan bu odam qo'lini tortadi. Agar bu Allohning kuzatib, bo'lib, yezib turishdan iborat bu Allah'a bo'lgan iman, ishonch tuvallab qolsa, nurg'un xatoliklarni inson beparvolik bilan qilib qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda deydi: "Fa ammal fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Deb haqiqiy iymoni mustahkam kishilar Alloh tushirgan har qanday buyruqqa darhol biz taslim bo'ldik, biz bo'ysundik deydigan kishilarni va rosixuna fil ilm deb sifatlagan. Ashulardan bo'lish shu alohida tirishchanlik qilish lozim. To'rtinchi yana yomon bir illat yuqordimi azroq to'xtaldik. Dunyoga bo'lgan muhabbatninki haddidan ziyoda eshib ketishi, dunyoga bo'lgan yuzilinishning haddidan ziyoda eshib ketishi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ma ja'alallohu li rajulin fi qalbayni li rajulin min qalbayni fi jawfi. Yani bir insonninki qalbida, bir insonninki qo'zg'ida ikki tal qalb bo'lmagandek, insonninki iymon kufr masalasida masalan yoki Allohni yaxshi ko'rib yashash bilan yaxshi ko'maslik bu dunyo bilan cho bevosita munosabatlik. Ya'ni bir insonning dunyoga bo'lgan muhabbati haddidan ziyoda eshib ketsa, cho'qim Allohga bo'lgan muhabbati shuning darajasida tuvallaydi. Bu ikki muhabbat bir qalbga cho patmaydi. Bunda deganlik inson dunyoda yomon ko'rish kerakmi? Deganlik emas. Dunyoni yomon ko'rish bilan Allah'ını yaxshi ko'rish yoki dunyoni yaxshi ko'rish bilan Alloh subhanahu va taoloni hem yaxshi ko'rish qanday vaqt ifodalandi desa, bir inson Qur'oni Karimda inson dunyoni yaxshi ko'rish bu insonning tabiatidir. Va tuhibbunal mala hubban jamma dedi. Alloh Qur'oni Karimda. Normal holatda dunyoni yaxshi ko'rishning o'zi bu ayb emas. Dunyoni ko'plab tepshik tirishchanlik qilishning o'zi bu iymonning taqozzosiga zid emas. İnson tirishchan bo'lish lozim, bayg'ulash tirish lozim. Kishilarga ehtiyojliq bo'lib qolishdan hazar elish lozim. Hammasi qilishga tegishli ishlar. Lekin qachoniki Allohning buyrug'i, masalan namoz vaqti bo'ldi yoki bir toat ibodatning vaqti bo'lgan vaqtda qilayotgan ishni, do'kon ochayotgan bo'lsa, darhol do'konni tashlab, nima ish qilayotgan bo'lsa, shu qilayotgan ishini tashlab ibodatga yuzilni olsa bir odam, bu odam dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'rib ketganlarning qatoridan emas. Qachoniki shu dunyoga bo'lgan muhabbat toat ibodatni cheklab qo'ydi ekan, shu dunyoga bo'lgan muhabbat din dushmanlariga xizmat qilishga sababchi bo'ladi ekan, shu dunyoga bo'lgan muhabbat musulmonlarga ziyon yetkazishga sababchi bo'ldi ekan, mana bu cheklangan muhabbat. Ya'ni dunyoga bo'lgan haddidan ziyoda intilib ketish. Va buningdan boshqa hamda nurg'un olimlarimiz buningdan boshqa nurg'un illatlarni, sabablarni shu dunyoga nim bo'lashqa ya'ni bir insonninki
aş yuqorqi mas'uliyetsizlikdan iborat shu kasalga giribtor bo'lib qolishiga buningdan boshqa nurg'un sabablarni bayon qilgan. Xo'sh. Buningga o'z nimasiga qaytgan yaxshi endi. Nurg'un nuqtalar bor bu vaqtda. Buning hammasini so'zlasak, Telegram'ninki balkim vaqti uzrab ketib qoladi. Allah razı olsun da vallahi. Hamda bu bir adam şundaqalıq muş illet teprilgan bo'lib qoldi, mas'uliyatsiz bo'lib qoldi dedi qamda. Bu mas'uliyetsizlikninki insonning o'ziga va masalan jamoat ishida bo'lsa jamoatga, tashkilot ishida bo'lsa tashkilotga qandaq ziyonlarni olib keladi masalan. Bu vaqt qisqacha ma'lumot bersalar. Mas'uliyetsizlikninki eng birinchi bir insonga, ya'ni mas'uliyatsiz bir insonga ko'rsatgan eng yomon ta'siri ziyni nima desa, har qanday bir inson mas'uliyatsiz bo'lib qoladi ekan, bu insonninki Alloh subhanahu va taologa haqiqiy banda bo'lib yashashga bu to'sanchi bo'ldi. Mas'uliyatsizlik to'sanchi bo'ldi, sababchi bo'ldi. Nima uchun desa, har qanday insonda mas'uliyatsizlik bo'lgandan keyin bu mas'uliyatsiz inson yuqorqidek o'zining dunyoga kelish g'oyasini unutildi. O'zining birdan-bir eng ashaddiy dushmani bo'lgan shaytonning dushmani ekanligini unutildi. Buni unutilgandan keyin nima sababchi bo'ldi desa, dunyodagi nurg'un qalaymaqan ishlarni, Allohning rasuli cheklagan ishlarni qilishga bu sababchi bo'lib qoldi. Shuning uchun inson eng birinchi bo'lib buningdan ilqi ziyon tortirgan narsa nima desa, eng birinchi bo'lib haqiqiy Allohga banda bo'lishni ziyon tortadi. Bu masalan mayli bizning vatanimizda bo'lsin, mayli O'rta Osiyoda bo'lsin, nurg'un yerda burungi zamonda masalan kommunizm kelishidan ilgari nurg'un o'zaro ziddiyatlar bo'lgan. Ashaninki rayonlarninki kommunizmning mayli Rusninki, mayli Xitoyning qo'liga tushib qolishiga sababchi bo'lgan 18-asrdagi tarixlarni o'qiydigan bo'lsak, insonlar shunda o'zining musulmondarchilik bilan yashay oladi. U chaqildi kommunist kelishdan burun u yerda bir dindorlikni, musulmondarchilikni, go'zal axloq bilan yashashni cheklaydigan bir omil yo'qdi. Lekin omil bo'lmagan bo'lsa-mu, nurg'un insonlar men o'zining farvoydigorini tuniganlar, men bir musulmon bo'lgandan keyin Allohni tunib ibodat qila olgandan keyin nimkarim bati deb dushman qarshi turish, dushman bilan kurash qilish, masalan, o'zaro hamkorlashib dushman bilan kurash qilish masalalariga shu beparvolik bilan qaragan. Beparvolik bilan qaragandan keyin oxirsida O'rta Osiyoda yuzbadi, bizning vatanimizning yuzbadi. Nimaga giribtor bo'ldik desa, vatanlarimizning dushmanning qo'liga tushish giribtor bo'ldik. Dushmanning qo'liga tushish giribtor bo'lib, bugungi kun kelib hamda bir musulmonning nomi bilan otilishdan mahrum qoldik. Ya'ni baldırımızga o'zimiz xohlagan ismni qo'yolmaydigan yerga keldik. Mushuning eng birinchi illat nima desa, mush mas'uliyatsizlik bilan hayotga shu muomala qilish. Dushmanni tuniyanmaslik, do'stini tuniyanmaslik, shu o'zaro bo'lgan jidallar, masalan shu zamonlarda mush kommunistlar besaverishdan ilgari O'rta Osiyoda har qaysi cho'ng shaharning amirlarining birisi bilan urushishlari, nurg'un ziddiyatlar oxirisi nima kelib bordi desa, shu yerdagi musulmonlarningki odatda bir normal musulmon bo'lib yashamaydigan bir holatga, yomon holatga kelib bordi. Ya'ni mas'uliyatsizlik Allohga haqiqiy qul bo'lib yashashdan iborat insonning eng muqaddas haqqini qanday qildi desa, mush haqdan insonlarning mahrum qilishiga sababchi bo'ldi. Ikkinchi eng shaxsiy bo'lgan yomon ta'siri nima desa, kishilarning bunda odam cho'qim mas'uliyatsiz odam boshqalarning ishonchisiga erishamaydi. Cho'qim boshqalar bunda odam bilan haqiqiy do'st bo'lib yashashga, dunyo va oxiratlik do'stlashib yashashga ko'z yetmaydi bunday mas'uliyatsiz odam bilan. Chunki bu odam cho desa, og'izda gapi va amaliyotda nurg'un qalaymaqan ishi bor. Unda bo'lgandan keyin xalq buni ishonmaydi. Shuna salaflarimiz, olimlarimiz nima deydi o desa, ming odamningki bir odamga voy ma axloqingizni o'zgarting deb ming odamning bir odamga gap teg'inidan
bir odamninki ming odamning axloqini o'zgartirishga qilgan ishi ta'sir qiladi degan. Yani ming odam bir odam gap qilib o'zgartirmaslik mumkin insonning axloqini. Lekin bir odamcho o'zining qilgan ishi, borgan yo'li, gap orqali ming odamni o'zgartira olishi mumkin degan. Demek yani bir işte bir islahatta bulatma. Ha. Yani o gapten onu teşvik kattı mı bakarak bir insonning amaliy ahlakı, amaliy ahvoli, amaliy hareketi bek muhim. Boshqalarga ta'sir qilishda. Yani o'rganmoqchi odamlar o'zining amaliy harakati bilan o'rga bo'lishi lozim. Albatta, albatta. Shuning uchun har qanday vaqtda kishilarning ishonchisiga erishayman. Xalqlar menga madam biz do'stlashsak, bir sabti mangsak, bir yo'lda mangsak, jaromliq odam deydigan mush sifatga ega bo'ladigan odam cho'qim mas'uliyatchan bo'lish lozim. O'zining gap so'zida bo'lsin, muomalasida bo'lsin, yuqorida degan nurg'un mas'uliyatlar bor. Mushularning hammasida o'zining majburiyatini tuniya olgan odamlar, to'g'ri yo'lda mang'alagan odamlarga kishilar ishonadi, shuning bilan bir sabtcho mang'alaydi. Agar unda bo'lmasa, mang'almaydi. Uchinchisi, yani o'ziga keladigan eng muhim ziyon qaysi desam, o'sha mas'uliyatsizlikniki. Bu odam ko'pincha vaqtda cho'qim xotirjam yashamaydi. Har doim ko'ngli bearam endi. Ko'ngli bearam, hayoti igizpas, mumkin jidal, xafiliq. Nima ish qilsa bu odam dunyoga kelishdagi asosli g'oyani bilinmadi. Allah shun Qur'oni Karimda va men yu'min billahi yahdi qalbah. Qanday bir odam Allohga haqiqiy iymon keltirsa, Allah bu odamning qalbini to'g'ri yo'lga yetaklaydi, to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi, ko'rsatib qo'ydi degan. Yana bir oyatda allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. İman etgan kishilar Allah'ның zikri bilan ularning qalbi xotirjam bo'ladi, tinchlanadi. Allah'ның zikri bilan mu'minlarning qalbi cho'g desa, tinchlanadi. Buni alohida diqqat qilinglar degan. Demak, bu bir insonning hayoti naiti bir aram yashaydi ekan. Ko'ngli har doim xafalık bilan, musibat bilan, davolg'ish bilan, hozir psixik kesel deb qo'yamiz-ku masalan. Bunda kasalga giribtor bo'lib yashagan bo'lsa bir inson eğer menda bir chataq bor ekan deb buni bilish lozim. Cho'qim Allohga haqiqiy ibodat qilgan, Allohni tunigan, bu dunyodagi o'zining mas'uliyatini tunigan odamlarga nisbatan cho'q desa, cho'qim Alloh subhanahu va taolo bunday insonlarning qalbini xotirjam qiladi. Bular alohida unda chechilang'o, jidalxo manda bo'lmaydi. Bu shaxsga bo'lgan ta'siri, andin jamiyatga bo'lgan, tashkilotga bo'lgan, jamiyatga bo'lgan bu mas'uliyatsizlikning ta'siri nima desa, eng birinchi bo'lib hamda har qanday bir jamiyatda mas'uliyatsizlik yuz berdi ekan, bundaq jamiyatni dushmanlar ikki tarafini buzalaydi. Yani düşman bundaq jamiyatga o'zining odamlarini singdirib, bundaq jamiyatni çok ishchidan buzishga tirishchilik qila oladi. Mushunga fursat yaratib bergan bo'lamiz. Har qanday bir jamiyat, hozir bizning jamiyatimizda ashuna desak bo'ladi. Ya'ni bizning jamiyatimizdagi mushu mas'uliyatsizlikning sababidan mayli shaxslarda bo'lsin bu mas'uliyatsizlik, mayli tashkilotlardan, mayli qaysi sohada bo'lsin, Muşdan sebebinden mesela yukarı dep öttük o korku gap işenmezlik dedik. Murgu adam korku gap işeniyordu mesela. Anlayan gapning hammasini dep yürümezlik dedik. Murgu adam bunaga dep yürüyordu anlayan gapning hammasini mesela. Gap qilgan vaqtda beparvolik bilan gap qiladi. Ya'ni mush illatlarning nurg'unlar tepilganligi uchun hozir bizning ishimizda ash dushmanimiz xizmat qiladigan odamlarga nihoyatda munbat bir zimin bor. Chunki kimning dushman xizmat qilganligini bundaq bir vaziyatda huquqlanmaydi ekan. Chunki nurg'un yaxshi odamlarni bunda qarasa, nurg'un yomon sifatlar birga tepilgandan keyin shuning bilan birinchi bo'lib dushman bunda jamiyatni ichki tarafdan uralaydigan, ichki tarafga alohida ziyon yetkazadigan fursat yaratilgan ish ekan. Ikkinchisi tabiiy holda mas'uliyatsiz bo'lgan bundaq jamiyat ya tashkilot bundaq bir jamiyatda to'g'ri yo'lni qo'llaydiganlar, to'g'ri ustida mustahkam turadiganlarning soni ozlab ketadi.
Bu bir hakikaten bugün günde biz yüzümüz kıravatkan bir hakikat qaysı dese, nurgun doğru iddia, doğru fikir, doğru yolunu mu nurgun insanlar kollamaydı. Nima uchun qo'llamaydi desa, nurg'un qalayimqanchilik yapma, nurg'un qalayimqan ishlar. Bu ishlar insonning cho zihnini buzib etgan, zihnini chechib etgan. Nima demangishini, kim bilan mangishini nurg'un odam bilmaydi. Bu nimaning zihni desa, mas'uliyatsizlikningki jamiyatda tarab ketganligining zihni. Uchinchisi tabiiy holda dushmanga fursat yaratib berish, tabiiy bunu deb o'tdik. Andın haqiqiy Allah'ın yardımından mahrum qilish. Allah subhanahu va taolaninki müminlarga men yardım qilaman degan va'dasi bor. Mush va'dini vujudga chiqarish, buning amaliylashishiningki kechikib ketishiga mush mas'uliyatsizlik shu sabab bo'ldi. Allah Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey müminlar, Allah'a yardım bersanlar degani, yani Allah'ın diniga mustahkam esilsanlar, yaramlıq adam bo'lasanlar, yaramlıq musulmon bo'lasanlar, Allah subhanahu va taolo sizlarga yordam berdi, sizlarning qadamlaringlarni urush maydonlarida mustahkam qildi degan. Ya'ni mush mustahkam qilishdan iborat bu va'dadan mahrum qilish, ashundaq mas'uliyatsizlik jamiyatda ko'payib ketsa, yuz beradigan yomon ziyonlarning biri. Allah razı olsun ustaz. Ahirda de bu mesuliyetsizlikten ibaret bu illetten kurtuluşununki yollara kayası. Bu haqda qısqacha ma'lumot bersalar programımızı tugatsak. Bunun kimdi yuqorida masalan mas'uliyatga sabab bo'lgan illatlar dedik. Shu aksi desak o'shib ketmaydi. Birinchisi masalan, yani insonning dunyoga nima uchun kelganligini, nima uchun yaratilganligini iborat bu haqiqatni bilib turish, bunu her daim eslab turish bizning mas'uliyatimiz. İkincisi, cho'qim alohida mas'uliyatchan bo'lish uchun tirishchanlik qilish, xususan boshqalar ulgu bo'la oladigan, namuna bo'ladigan shaxslar texmi diqqat qilish. Üçüncüsü her daim o'zining iymonini taat ibodat bilan kuchlantirishga hirisman bo'lish. Gunoh ma'siyat orqali qalbini qariqib qo'yishdan, imanının acizlab ketishiga sababchi bo'lishdan hazar eylash, gunoh ma'siyatni qilish. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bende günah qilsa, bendening qalbiga qarchilik qo'yiladi. Qilavergandan keyin qarchilik qo'ylab oxirisi bu qalb xuddi uzun yil ishlatgan bir qarqazonga o'xshab qoladi. Hech qanday yaxshi yomon yo'lni tunayolmas bo'lib qoladi degan. Tavba qilgan vaqtda desa, o çağda andın to'g'ri yo'lni andın tunuydu degan. To'rtinchisi andın dinimizni haqiqiy yaxshi tushunish. Yani bu dinni to'g'ri tushunishning o'zi, hayotni to'g'ri tushunishning o'zi bu insonni cho'qim bir mas'uliyat egisi qila oladi. Qachoniki o'zining hayotini, dinini to'g'ri tushunmagan vaqtda ashundaq har xil yomon kasallarga giribtor bo'ladi. Bunun en muhim yani bir insan dikkat qilish tegishlik bir nokta nima desa, bu shuni davolashda, saqiyishda bundaq illatlardan shaytonning o'zining haqiqiy dushmani ekanligini tunish. Allah Qur'oni Karimda shayton tushganda qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhil. Yani bir ayette bu Adem bilen insan, Adem aleyhisselam bilen şeytan düşürüldü. Düşürülgenden keyin Allah bularga nima dedi desa, sizlar bizlar düşman dedi. Qala robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Bir-biringizga sizlar düşman deb ta'kidlab qo'ydi. Nurg'un oyatda bu shaytonning insonning dushmani ekanligini Allah Qur'oni Karimda mu'minlarga aniq tunutdi. Muşu mas'uliyatsizlikdan iborat bu yomon kasaldan qutulishning eng muhim yo'li bu shaytonni haqiqiy dushman deb tunish ve bu şeytan başlagan yol uçu qat'iy ergashmaslik. Yana to'rtinchi muhim bir bunu qutulishning muhim yo'li cho'qim payg'ambarimizning tarixini, salaflarning tarixini o'qish ve buningdan o'zigacha namunalarni elish, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qanday mas'uliyatchanti,
qandaq va'dalar turdi. Hatta düşman bilan muomala qilganda bo'lsin, do'st bilan muomala qilganda bo'lsin, mayli urushlarda bo'lsin, har qandaq vaqtda burunqilarninki tarixini o'qish bu insonning hayotini o'zgartirishda, to'g'ri yo'lga yetaklashda eng muhim omillarning biri. Bu haqda mayli bizning vatanimizda o'tgan buyuklarimiz bo'lsin, mayli islom tarixida o'tgan mas'uliyatchan kishilarninki ish izlari va xizmatlari bo'lsin, mushularni obdan egallagan vaqtda chuqum bu hayotimizda mas'uliyatninki ne kadar muhim bir ish ekanligi, mas'uliyatsizlikninki nurg'un yomon oqibatlarga sababchi bo'lganligini tushunaymiz. Mas'uliyatchan bo'lishninki bizning bugungi mushu yomon kunlarimizdan qutulishda, bugungi yomon vaziyatimizni yo'qotishda alohida muhim bir rolning bor ekanligini har qandig'imiz tushunaymiz.